Mana bu Dubay kartasi. Mana bu qizil chiziqlar granitsa. Ya'ni Dubay shahar chegarasi. Mana ko'ryapsiz. Xo'sh, dengiz bo'ylab cho'zilgan shahar, mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi shahar paydo bo'lgan joyi Deyra deyiladi mana. Birinchi исторический paydo bo'lgan joy. Xuddi Toshkentdagi Chorsuvga o'xshab mana shu yerlarda shahar rivojlangan. Keyinchalik yillar o'tishi sari shahar janubga qarab kengayib rivojlanib borgan. Mana bu joylar, siz ko'rayotgan mana shu joylar Jumeirah deyiladi mana. Bu yerlar Jumeirah, ya'ni asosan faqat lokalniy arablar yashaydi bu yerda. Xorijliklar, ya'ni inostraniy davlatdan kelganlarga uy sotib olishga bu yerda ruxsat yo'q. Mana dengizni bo'yidagi eng yaxshi joylarni arablar o'sha plyaj bor joylarni o'zlari egallashgan. Mana yil o'tgani sari ko'rishingiz mumkin, shahar quruqlikka qarab, mana cho'lga qarab kengayib boryapti, rivojlanyapti mana. Ko'ryapsiz? Endi dengiz ustiga qarab kengayishda iloji yo'q. Lekin buni ham yechimini qilishdi Dubay. Mana bu sun'iy palma oroli. Buni bilasiz, ha? Palm Jumeirah deyiladi. Bu yer xorijliklar bu yerdan uy sotib olishlari mumkin va bu yer Dubayning eng qimmat joylari aynan shu yer hisoblanadi. Bu yerda kvartiralar boshlang'ich narxi taxminan 2 million dollar atrofida boshlanadi. Mana bu esa Dubay Marina. Mana ko'rishingiz mumkin. Dubay Marina juda ham ko'p turistlar keladigan joy hisoblanadi. Mana yaxtalar suzadigan. Mana Dubay Marina. Bu yer ham juda ham zo'r joy, premium lokatsiya, turist juda ko'p keladi, uy olib arendaga berishga potensial katta. Mana bu esa Blue Waters oroli. Ya'ni bu mana kichkina orol. Bu yerda dunyodagi eng katta charxpalak joylashgan. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Nimaga men bu joylarni ko'rsatyapman? Dubayning eng premium joylari, lokatsiyasi eng zo'r joylar hisoblanadi. Xo'sh, bu yerda misol uchun arendadan qancha daromad qilish mumkin? Misol uchun Palmani yoki masalan bu Blue Watersni o'zini ko'radigan bo'lsak, misol uchun Dubai Marina hamda Blue Waters orollarini hozir sizga ko'rsataman. Misol uchun mana maxsus platforma bor, Bayut degan sayt bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni rent qilamizda. Keling, misol uchun lokatsiyani kiritamiz. Dubai Marina yozamiz. Mana. Xo'sh, bu yerda misol uchun monthly, ya'ni oylik yozadigan bo'lsak, keling, one bedroom, bir yotoqxonali kvartiralarni ko'ramiz. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin, Dubai Marinada boshlang'ich narxlar 2900 dollar, mana one bedroom, bitta yotoqxonali. 2900, 3600 dollar mana. Yana o'sha one bedroom. 4000 dollar, 4300 dollar. Ko'ryapsizmi? Bir oyga arendadan shunaqa daromad keltiryapti bu yerda. Mana arzonroqlari ham bor ekan, 2000 dollar. Lekin o'rtacha bu yerda narxlar eng arzon 2000 dan boshlansa, qimmati 6-7 ming dollargacha. Ya'ni o'rtacha 4000 dollar atrofida arendaga bersa bo'ladi bu yerda bir oyga. Xo'sh, endi buni shuni yonidagi orol Blue Waters bilan taqqoslaymiz. Misol uchun Blue Waters oroli mana. Ya'ni boya ko'rganimiz mana Blue Waters oroli. Xo'sh. Mana. Mana shu Blue Waters orolida arenda qancha? Bu yerda misol uchun mana yozadigan bo'lsak, oylik rent. Bu yerda umuman boshqacha narxlar. Bir oyga 17 ming dollar mana charxpalakning yoni. 9500 dollar bir oyga. Mana one bedroom, ko'ryapsizmi? Mana one bedroom 10 ming dollar. 12 ming dollar. Ko'ryapsizmi mana? Nega bunaqa narx farq qilyapti? Sababi qancha dengizga yaqin bo'lsa, orolda shunaqa premium lokatsiyalarda talab juda ham yuqori. Agar biz buni Airbnb'da, ya'ni qisqa muddatli ijarada ko'radigan bo'lsak, mana Airbnb'da bu yana ham qimmatroq chiqadi. Misol uchun mana Dubai deb qidiramiz. Dubai qisqa muddatli. Misol uchun keling bir haftalikni ko'ramiz. 15-fevraldan 21-fevralga misol. Xo'sh, ikkita katta odam, ikkita children, ikkita kichkina, ya'ni bitta oila uchun qidiramiz, keling. Butun Dubayni bizga ko'rsatyapti. Demak, biz hozir ko'rgan joylarimiz mana Palm Jumeirahning atroflari, mana Dubai Marina hamda
Blue Waters'ni ko'ryapmiz biz hozir. Mana shu atroflarni, dengizga yaqin bo'lgan joylarni, eng premium joylarni ko'ryapmiz. Buni yangilaydigan bo'lsak, mana variantlar chiqib kelyapti. Bir haftaga mana Dubai Marinani o'zida mana o'rtacha $900, $1000 atrofida arenda chiqyapti. Misol uchun ustiga bosadigan bo'lsak, mana ko'ryapsiz-a? Mana shunaqa. Agar Blue Waters o'zini yaqinlashtiradigan bo'lsak, bu yerda narxlar umuman boshqacha. O'sha bu yerda deyarli yo'q. Chunki talab juda yuqori. Mana ko'ryapsiz, bu yerda yo'q даже. Talab juda ham yuqori bu yerda, taklif kam. Sabab dengizni bo'yida yashashni ko'pchilik xohlashadi. Agar misol uchun sanasini o'zgartiradigan bo'lsak, keling, Blue Waters'ni o'zini yozib ko'ramiz. Dubai Blue Waters yozamiz hamda sanasini o'zgartiramiz. Keling, 22 dan 28 gacha o'zgartiradigan bo'lsak. Xo'sh, mana chiqyapti. Blue Waters'da 3,5 ming, 2900, 2600, $4000 ya'ni bir haftalik uchun, misol uchun mana ustiga bosadigan bo'lsak, mana 6 kechaga $4000 narx qo'yapti. Ko'ryapsizlar? Qanchalik talab yuqori bu yerda. Xo'sh, endi men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, Dubayda hozir aynan mana shu dengizni bo'ylarida deyarli mana ko'rishingiz mumkin, deyarli bo'sh joy qolmagan. Sababi o'sha shahar quruqlikka qarab kengayapti, lekin odamlar ko'pchiligi aksariyati aynan dengizga yaqin bo'lgan joylarda yashashni xohlayapti. Xo'sh, endi hozir Dubayda dengizni bo'yiga, dengizga yaqin joydan olish uchun 3 ta variant bor, asosan 3 ta lokatsiya. Birinchisi misol uchun Palm Jabal Ali bo'lsa, mana bu. Mana bu hozirgi Palm oroldan razmeri ancha katta va bu yerdagi kamchiliklarni to'ldiryapti. Misol uchun qarang. Mana bu yerda hozirgi Palmada bitta yo'l bor kirish chiqish uchun. Bu degani probka, trafik paydo qiladi. Tirbandlik bo'ladi doimiy. Bundan tashqari bu yerda mana bu to'lqinlarni to'sish uchun qo'yilgan mana bu to'siqlar suv ichkariga kirishini to'sib qo'ygan va mana bu o'rtada suv hidlana boshlagan. Shuni yechimini qilib, keyin mana bu o'rtani ochib yuborishganda ko'prik qilishgan. Orasi kichkina bo'lgani uchun suv aylanish sekinda. Bu yerda shunaqa muammolar yuzaga kelgan. Va xuddi shu muammolarni mana bu Palmada, yangi Palmada bartaraf qilishgan. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, bitta, ikkita, uchta kirish yo'li bor. Ko'ryapsan, ya'ni probka yo'q bu yerda. Bundan tashqari oralar ancha katta ochiq, ko'ryapsiz mana. Mana oralar ancha katta ochiq. Mana bular endi hozir qurilish bo'lyapti. Shuning uchun hali ochmagan, tayyor bo'lgandan keyin ochib yuborishadi bu yerlarni ham. Demak, bu yerda razmer ancha katta. Misol uchun mana bu Palmada 1700 ta villa bo'lsa, lekin bunda razmeri salkam 2 barobar katta, 2000 ta villa bor. Orasida ko'ryapsizmi, qanaqa bu yerda joy kengligini bildiradi. Va Dubayning kelajagi aynan mana shu yerlar deyiladi. Bu yerda ham demak, kvartiralarni boshlang'ich narxi endi yaqinda sotuvga chiqa boshladi va uje bir necha soatda uje sotilib ketdi. Aksariyati zo'r proyektlar. Odatda bu yerda Naxil quruvchi kompaniya asosiy master developer hisoblanadi. Bu yerda boshlang'ich narxlar taxminan $2 million atrofida sotuvga chiqdi bu yerda. Bu yerdan olish juda ham qiyin. Bu yerda premium lokatsiya bo'lgani uchun bu yerda studio emas, eng kichkinasi odatda one bedroom, bir yotoqxonali kvartiradan boshlanadi. Lekin Dubayning kelajagi aynan mana shu janub hisoblanadi. Sababi aynan mana shu janubga qarab shahar kengayib boryapti. Bu yerda davlat milliardlab dollar pul tikyapti va tabiiyki mana shu rivojlanadi kelajakda. Bundan tashqari mana bu yoqda dunyodagi eng katta aeroport qurilyapti, Al Maktoum International Airport. Bu yerda bir yilda 260 millionta yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Bu degani bu yerda minglab xodimlar ishlashadi. Aynan shu atrofda ham turizm, ya'ni turistlar kelib ketadigan turistlar uchun mehmonxonalar, apartamentlar turishga talab juda yuqori bo'ladi mana shu hududda atrofida. Hamda ishchilar ham yashash uchun doimiy uzoq muddatli ijaraga aynan shu atrofdan qidirishadi. Ya'ni bu yerlarda недвижимость kelajakda juda ham katta talab bo'ladi bu yerlarda. Chunki bu katta proyekt, $35 milliard mega proyekt davlatniki. Ko'rishingiz mumkin.
Xo'sh, endi mana bu ko'rdik bu rayonni, bir-biriga bog'liq bo'lgan rayon. Narxlari anchagina qimmat narxlari. Xo'sh, davom etadigan bo'lsak, shuningdek dengizni bo'yidan oxirgi qolgan joylardan yana mana bu yoqda Maritime City oroli bor, hamda bu yoqda Dubai Island. Xo'sh, bu yerlarda nisbatan kirish uchun arzonroq narxlar. Misol uchun mana bu orolni o'sha Blue Waters oroliga taqqoslasak bo'ladi. Ya'ni boya ko'rdik bizlar, mana bu orolni, Blue Waters orolini ko'rdik. Bir haftaga misol uchun ko'rdingiz 9 ming, 10 ming dollarlab ijara, bir oyga 9 ming, 10 ming dollarlab ijaraga narx qo'yishgan. Bir haftaga 3 ming, 4 ming dollar qo'yishyapti. Endi bu yerda ham ayni mana shu Maritime Cityda ham kelajakda xuddi shunaqa potensial bor. Sababi bu yer Dubayni asosiy mana Port Rashid hududi hisoblanadi. Dubayning eng katta kruz terminali aynan mana shu yerga keladi. Ya'ni bu degani kruz orqali Dubayga kelayotgan turistlar deyarli aksariyati aynan mana shu yerga to'xtaydi. Hozir bu yerda mana yaxtalar bor va bu yerda kruzlar ham kelishadi. Bu degani kelajakda turist ko'p bo'lgandan keyin, trafik ko'p bo'lgandan keyin o'z-o'zidan nima bo'ladi? Bu yerda ijaraga turish uchun juda ham talab yuqori bo'ladi bu yerda. Xo'sh, shuningdek Dubai Island, mana bu Dubai Island ham bor. Endi Dubai Island ham zo'r, faqatgina bu yerda hamma proyektlar ham zo'r emas. Zo'rligi sababi mana bu yerda o'rtada juda katta savdo markazi qurilyapti. Ya'ni mall bo'ladi. Bu hozirgi Dubai Malldan ham ko'ra bir necha barobar katta bo'ladi. Dubai Islandda asosan birinchi liniyadagi proyektlar zo'r daromad keltiradi. Lekin o'rtadagi proyektlar, misol uchun, o'rta qismidagi proyektlar juda potensial katta emas. Sababi baribir dengizga yaqin, plyajga yaqin ko'pchilik yashashni xohlashadi. Bundan tashqari bu yerda golf maydonlari ham quriladi. Ya'ni bu yerda yashaydigan odam bir vaqtda o'zida ham dengiz manzarasi, ham plyaj bo'ladi, ham golf bo'ladi. Va kelajakda narx o'sish potensiali juda ham katta bo'ladi bu yerda. Asosan bu yerda birinchi liniyadagi obyektlarni olgan yaxshiroq. Ikkinchi liniyalar ham yaxshi, lekin baribir primoy dengizga qaragan kvartiralarga talab juda ham yuqori bo'ladi. Plyaj bo'lsa ayniqsa. Xo'sh, bu yerda endi Maritime City bilan taqqoslasak, Maritime City ancha Dubai Islandga nisbatan ancha kichkina bo'lgani uchun bu yerda taklif kam va asosan mana birinchi liniyada qurilyapti obyektlar, mana ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bu yerdagi proyektlarning deyarli hammasida potensial juda katta bu yerda. Xo'sh, endi men misol keltiraman. Shaxsan men o'zim aynan shu yerdan 25-yilni boshida bitta mijozimga uy sotganman. Hozir o'sha ma'lumotlarni ko'rsataman sizga. Mana ko'rishingiz mumkin. Beyond Застройщик, aynan o'sha Maritime City orolidagi master developer, asosiy quruvchi kompaniya. Bu yerda sotganman va biz to'lov qilganmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda 47-qavatdan sotganman. 2 bedroom, ya'ni 2 yotoqxonali kvartira, narxi 3.520.000 dirhamga sotganman. Dirham. Ko'ryapsiz-a, mana mart oyida biz to'laganmiz, fevralda olganmiz uyni. Ya'ni bu degani 3.520.000 dirham degani taxminan 960.000 dollar bo'ladi degani. Xo'sh, endi hozir agar bazadan ko'radigan bo'lsak, xuddi aynan mana shu orolda 2 bedroom, mana aynan Beyond Застройщикning o'zida ko'radigan bo'lsak, hozir bu yerda misol uchun yo'q, out of stock, sotilib ketgan birorta ham unit yo'q. Faqat yangi chiqqan proyektlardan topishimiz mumkin. Misol uchun bu ham sotilib ketgan, mana yo'q, ko'ryapsizmi? Out of stock, yo'q. Mana bunisi-chi. Bu ham sotilib ketgan. Mana bunda bor, misol uchun ustiga bosadigan bo'lsak, e'tibor bering. Mana shu proyekt va bu yerda 2 yotoqxonalar narxini ko'rishingiz mumkin. 1.394.000 dollardan boshlanyapti. Dollarda. Boyagi bizlar olganimiz, 1 yil oldin olganimiz 3.520.000 dirham. Buni hozir dollarda hisoblab ko'rsataman. Misol uchun 3.520.000
u USD yozadigan bo'lsak, mana qarang. Mana salkam 960 ming dollarga olganmiz o'sha kvartirani. Ko'ryapsiz-a? Mana. Va hozir, demak, buni narxi aynan xuddi shuni yonidagi proyektlarda 2 yotoqxonali kvartiraning narxi 1.393 ming dollar. Ya'ni 1 yilda ko'ryapsiz qanaqa narx o'syapti. Sabab lokatsiya shunaqa zo'r bu yerda va kelajakda ham narxi o'sishidan ham ijaradan doimiy denejniy potok, ya'ni pul oqimi sizga kelib turadi bu yerda. Ko'rdingiz-a? Ya'ni men hozir sizga faktlar bilan konkretni keltirib berdim, qanaqangi bu yerda potensial yuqori bo'lishini. Agar dengizni bo'yidan olaman desangiz, demak eng zo'r joylar o'sha mana bu Palm Jabalali atroflari, shuningdek narxi nisbatan kirish arzonroq bo'lgani o'sha Maritime City hamda Dubai Island. Bu yerlarda demak bir yotoqxonali kvartiralarning boshlang'ich narxi taxminan 700 ming dollar atrofida boshlanyapti hozir, 2026-yilning boshida. Dubai Islandda ham deyarli bir xil shunaqa narx, lekin ikkinchi, uchinchi liniyadagi uylar nisbatan arzonroq, one bedroomlarni olish mumkin, taxminan 500 ming, 550 ming, 600 ming dollar atrofida olish mumkin. Kirish nisbatan pastroq bu yerda. Va kelajakda bu yerda o'sish potensiali juda katta.